Ögey qaynota mahram bo'lalamdi? Savol. Assalomu alaykum. Yo'ldashimning dadasi kichik vaqtida vafot bo'lgan ekan. Onasi ular kichik vaqtida boshqa bir erga yotliq bo'libdi ekan. Hozir shu dadamiz bor. Shu dadamiz menga mahram bo'lalamdi? Men odatda dada deb chaqiraman. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashabalariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Mahram deganimiz bir ayolga nasabdan yo imildoshlikdan bo'lgan tuqqandoshlik jihatdan bo'lsin yoki qudi bojliq jihatdan bo'lsin, mangulik o'ylanilmaydigan aql baliq erdir. Ögey qaynota bilan sizning o'tiringizda yo nasabdan yo imildoshlikdan bo'lgan tuqqanchilik jihatdan bo'lsin yoki qudi bojliq jihatdan bo'lsin, mahramlik sababi topilmag'achqa u kishi sizga mahram bo'lolmaydi. Lekin qaynota o'rnida hurmatlab dada deb chaqirsangiz bo'ladi. Alloh taolo nikohlanish harom qilingan ayollarni mundoq bir-birlab sanagan. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, atanglarning hamshiralarini, ananglarning hamshiralarini, qarindishinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onalaringlarni, emildash hamshiranglarni, qayin onanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini, bu shart emas, uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtonlaridan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirni bir vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgangilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afu qilinadi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Erlik ayollarni elishmo sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshquruvchilar ostidagi cho'rlar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Oxirida Alloh taolo bulardan, ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarni zinodan saqlanib iffatlik bo'lganlar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib nikohlab elishinglar halol qilindi degan. O'gay o'g'lining ayoli yuqorqi oyatda tilga ilinganlar qatoridan bo'lmag'achqa, o'gay qaynota uninga mahram bo'lolmaydi. Janobi Allohning yuqorqi oyatdagi, ya'ni o'z pushtonlaridan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar harom qilindi degan so'zimi shuni ko'rsatadi. Chunki o'gay bola yoki beqib olgan bola yo nasabdan yo imildoshlikdan o'z pushtidan bo'lmag'achqa, uning ayoli taloq qilingan ahvolda o'gay dadaga nisbatan nikohiga elish harom qilinganlardan bo'lmaydi. Yana o'gay qaynota Alloh taolo Nur surasi 31-oyatda mahram deb sanalganlar qatoridan emas. Mo'minlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yopsin, tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin, lejaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni erlardan, otalaridan, ya qayin otalaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshiralarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rlardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qari daldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. İmam Navaviy qatorliq olimlar mundoq deydi. O'gay otaning qizini onasini nikohlab elishi harom emas. Yana kuy o'g'lining qizini onasini nikohlab elishmi, o'gay onaning onasini qizini nikohlab elishimi harom emas. Yana o'g'lining ayolining onasini qizini nikohlab elishi harom emas. Yana o'gay o'g'lining ayolini o'gay otasining ayolini nikohlab elishi harom emas. Buningga asosan kiyinish, xoli bir joyda yolg'iz qolmaslik va mahram tuqqanlardek ozoda o'ltirib qopmaslik jihatdan o'gay qaynotangiz sizga nisbatan yot kishiga o'xshash. Safarga chiqishdimi u sizga mahram bo'lolmaydi. Ammo u sizga mahram bo'lolmagani bilan sizning mushu yo'ldashingizdan bo'lgan qizingizga mahram bo'la oladi. Chunki u qizingiz qaynotangizga nisbatan o'gay qizi, ya'ni ayolining qiziga o'xshash bo'lib, u
yuqoriq oyat ko'rsatmasi bo'yicha o'gay qizga mahram bo'la oladi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 53 nomerlik fatvo.